Farzandingiz ovqat yeyishni xohlamayaptimi? Doim qorni og'rishidan shikoyat qiladimi? Yoki sababsiz asabiymi? Shoshiling, bu shunchaki injiqlik emas, balki organizmdagi xavfli signal bo'lishi mumkin. Ota-onalar ko'pincha bolaning bo'yi o'smayotganini yoki darslarni o'zlashtirish pastligini charchoqqa yuyishadi. Ammo diqqat qiling, yuzdagi oq dog'lar, tanadagi turli toshmalar va xotira pastligi bularning barchasi parazitozning yaqqol belgilaridir. Parazitlar bola organizmiga tushgan eng kerakli vitamin va minerallarni o'g'irlaydi. Natijada bola rivojlanishdan orqada qoladi, immuniteti tushadi va doimiy zaharlanish, intoksikatsiya hisobiga terisida toshmalar paydo bo'ladi. Bu muammoni shunchaki allergiyaga qarshi mazlar bilan davolab bo'lmaydi. Ichki sababni yo'qotish kerak. Eng avvalo to'g'ri tashxis qo'yish va organizmni xavfsiz, tabiiy yo'l bilan parazitlardan tozalash zarur. Shundagina ishtaha joyiga keladi, og'riqlar to'xtaydi va bolangiz yana quvnoq bo'ladi. Agar farzandingizda ushbu belgilardan kamida ikkitasini kuzatayotgan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Kommentariyada parazit so'zini qoldiring yoki Telegram kanalimga o'ting. Sizga bepul maslahat va to'g'ri yechimni beraman.